deydi-da. Ota-onangiz oldingizda, farzand bola chaqangiz oldingizda xotirjam bo'lasiz. Musofirda unaqa narsa yo'q. Tong otsa qayoqqa boray, kech kirsa qatga kiray deydi musofir bechora. Alloh taolo kuch-quvvat bersin musofirlarga. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni Alloh subhanahu va taolo haj ibodatiga musulmonlarga farz qilgan oyatida fatazawwadu fa inna khayraz zadit taqwa degan. Hajga tayyorgarlik ko'ringlar. Yemishinglarni, ichmishinglarni olinglar, kiyim-kechaklarni hozirligini ko'ringlar, ot ulovni tayyorlanglar. Zod rohila deydi buni, yo'l tayyorgarligi. Ko'ringlar. Lekin deydi, eng yaxshi tayyorgarlik taqvo deydi. Allohni esdan chiqarmaslik kerak. Musofir odamni yori Alloh. Hamma ham suyansa Alloh haqiqiy do'stligini biladi-da, musofir boshqa suyanchig'i yo'q. Allohga suyanish kerak. Va ibodatlarni vaqtida qilish kerak.